Əsərinin alohidaligi və nishoni. Əsərinin alohidaligi və nishonini mundaq bir qator nuqtalarga markazlashtirishga bo'ladi. Birinchi, islom aqidasini xalqimizga saf va sog'lom holatida sunish. Shonliq tarixga ega bu aqidalik millatga o'zining muqaddas aqidasini o'z ona tili bilan bevosita tunishib chiqish va cho'nqurlab tushunish imkoniyati yaratish. Millatning kultur va madaniyatida eng cho'ng tayanch bo'lg'uchi diniy aqidasiga bo'lgan tushanchisini cho'nqurlashtirish, ong safosini o'stirish. Ikkinchi, islom dinining tub asosiy ta'limoti va ana bilimlari sanalgan islom aqidasini hozirgi davr aqliyatining taqozosi va ilmiylik talabiga uyg'un ravishda biror mazhab yoki iqimga biqinib qolmagan asosda o'rinsiz ixtilof va yovi qarashlardan xoli shaklda izohlab chiqish, sop va suzuk holatida namoyon qilish. Uchinchi, sog'lom va suzuk aqidaning inson hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlardan ekanligini ko'rsatib berish. To'rtinchi, aql va naql haqiqatlarining birdakligini yoritish, din ilib kelgan haqiqatlarga o'xshashla bugungi zamon ilm-fan haqiqatlarining ajoyib mahoratning, yuksak farosat va puxta tadbirning mahsuli bo'lgan koinotdan iborat bu buyuk maxluqning yagona yaratquchisi, idora qilg'uvchisi borligini muayyanlashtirganligini yoritib berish. Beshinchi, diniy tafakkurni yangilash. Bu o'z navbatida diniy metodini va diniy xitobini yanglashni o'z ichiga oladi. Chunki dinni yangilash uni aslidagi saf holatiga qaytarib kelish, to'xtovsiz o'zgarayotgan hamda yangilanayotgan dunyoning tabiatini tushunish, har davr va asrda shu davrdagi kishilarning aqliyati ong saviyasi qabul qiladigan metod qurib chiqish va bu asosda xitob qilish bu ummatning olim ulamolari, ziyolilari ustidagi mas'uliyatlarning biri. Bu xil yangilash va yangilanish hodisasi islom dinini muayyanlashtirgan va targ'ib qilgan xosliqlardan bo'lib, Qur'on Karim bu xil xosliqni har bir qavmga, shu millatning tilida so'zlaydigan, ularning ong saviyasiga munosib usul va metodda xitob va da'vat ilib boradigan payg'ambarning uzilmaganligi haqidagi bayoni orqali bishoratlasa, payg'ambar alayhissalom o'zining muborak hadis sharifi orqali yangilanish qonuniyatiga umumyuzlik rioya qilish kerakligi va buni umumlashtiradigan bir turkum sarxillarning har millat va har qavmda o'zilmaydiganligini oldin bishorat qilgan hikmatli bayonlarda ko'rsatib o'tgandir. Allah har 100 yilning beshida bu ummatga ularning dinini yangilaydiganlarni avatidi. Bu ilmni har bir asrda shu davrning ishonchli kishilari muhofazat qilib turdi. Ular bu ilmdan oshqonlarning burmilashlarini, safsatchilarining singdirmalarini va jaholat egillarining jo'limalarini tozalaydi. 6. Aqida ilmini yangilash. Chunki aqida ilmi dinning ul bilimidir. Bu ilmning vazifasi diniy aqidalarni izohlash, safliqni qo'g'dash va aqidaga doir shubhalarga radiya berishdir. Davrlar yangilanadi, har davrning o'ziga xos masalalari bo'ladi. İnsoniyat tarixi materializmning ko'lamlashish va tarqalish jihatlarida bu qadar yuqori pallaga ko'tarilgan davrga shohid bo'lmagan desak ortiq ketmaydi. Bo'libmi, g'arb dunyosidan sharqqa qarab eqib kelayotgan islom dunyosida ma'lum jihatdan yamrash darajasiga borgan yangi zamon ateizm harakati bir tarafdan insoniyat bilim taraqqiyotining yuqori pallasi bo'lgan ilm-fanni dalda qilgan holda xudosizlik va dinsizlik mavqalarini go'yo bir ilmiy mavqe sifatida ko'rsatishga urinsa, yana bir tarafdan din, falsafa, ilm-fan munosabatlarini qarama-qarshilashtirib, ilm-fanni din o'rniga, hatto Tangri o'rniga dastishga o'rnayotidi. Diniy haqiqatlarning ilm bilan aloqasi yo'qligini, hatto ilm-fan javob berishga ojiz keladiganligi har qanday narsaning safsatligini jar solayotidi. Bundaq bir passiv va radikal mavqe oldida shubhisizki, aqida ilmi yangicha qurilma bilan o'ttirg'i chiqishi, o'zining tarixiy vazifasini o'rindishi lozim. Bu nuqta asos qilingan chaqda nuqul Uyg'ur ilm sohasida emas, balki butkul islom dunyosida aqida ilmini yangilashga, bugungi ilmiy taraqqiyotga mos qadamda Qur'on va sunnat ruhini markaz qilgan, qurilma, falsafaviy va ilmiy jihatlardan yangilangan kalom ilmiga, ya'ni islom aqida ilmiga ehtiyoj bor. 7. Ilmiy tafakkurni yangilash. Dinning rolini hamda aql va ilm-fanning rolini muayyanlashtirish, har biriga tegishli pozitsiya tutish. Chunki bizning mavqeyimizda diniy aqida bilan aql va uning mahsuli bo'lgan ilm-fan haqiqatlari orasida to'qinishning bo'lishi mumkin emas.
Kainat hadisalari va uning qonuniyat mexanizmlarining bo'lishi bilan uni yaratgan yaratquchining bo'lishi o'ttirisida, shundaqla uning qandaq jarayonlar asosida mavjud bo'lganligini bilish bilan uning bir g'oya va maqsad asosida barliqqa kelganligi o'ttirisida zidlik yo'qdir. 8. Aqidadagi xurofotliklarga, ideyadagi tushkunlik va umidsizliklarga xotima berish. Islom ma'rifati orqali xalqning ma'naviy va ruhiy kuchini qaytarib kelish, ideyaviy uyg'onish, qaytadan shakllanish va yangilanish qadamini tezlashtirish. 9. Diniy da'vat yo'nalishini navbatdagi tarjimachilik bosqichidan mustaqil tadqiq qilish, kitob tuzish, radlash va tahqiq qilish bosqichiga ko'tarish. Diniy ma'arif va da'vat tashviqot xizmatini yanada yuqori saviyaga olib chiqib, ilmiy va amaliy jihatdan ilg'or metodga ega qilish va yuzlantirish. 10. İslamiyatning diniy va ilmiy meroslarini, qimmat qarashlarini bu asarda qaytadan jo'lolatish. İlmiy va madaniy jihatdagi ul asoslarimizning mohiyati va xarakterini ochib berish. Ideyaviy islohot harakatini qanot yaydirish. Asar kimlarga xitob qiladi? Bu asar tövəndəki 6 xil qatlamğa təvə hər bir aql egisiga alohida xitob qiladi. Ular: 1. Tug'ma iman bosqichidan bilim ma'rifatga to'yingan yuksak iman martabasiga ko'tarilish istigida bo'layotgan har bir dindor. 2. Mavjudlik haqiqatlariga bir taraflama qarab qolgan yoki yaratquchining qudrati va ulug'ligini ilm asosida emas, qarg'ularcha va go'ngaloq bilan tasavvur qilib olgan har bir dindor. 3. Ma'lum omillar ta'sirida dinga bo'lgan tushunchasi oddiy, aqida ilmiga bo'lgan tunishi yuzaki va Xudo haqidagi tushunchasi tuvan holatdagi har bir dindor. 4. Aql va ilm-fan haqiqatlariga bo'lgan tunishi yuzaki, din bilan aql munosabatining zidligiga ishonib qolgan, ilm-fanning koinot kitobini o'qish orqali din ilib kelgan haqiqatlarni cho'nqurlab tushunish imkoniyati hozirlay oladiganligiga, uning insoniyat bilan ma'rifat xazinasini yanada keng tafsilotlar bilan ta'minlaydiganligiga gumon bilan qaraydigan har bir dindor. 5. Diniy aqidaning faqatla miros xarakterida yetib kelgan va tadrijiy shakllanib qolgan qimmat qarashdan boshqa narsa emasligiga, iymon aqidaning biror aqliy yoki falsafaviy yoki ilmiy jihatlardan mazmun dalil va puxta asoslarga ega emasligiga ishonib qolgan va bu sabablik diniga faxrlanish nazarida emas, xuduksirish nazarida qarab qolayotgan dindorlar. 6. Materialistik ma'arif tuzumi yoki materializmchi tashviqotlar va shu asosda tiklangan dunyo qarash ta'sirida ateizm safsatlarini pokit deb o'ylab qolgan, iymon haqiqatlarini pokitga tayanmagan yoki pokiti yo'q deb tushunib qolgan yoki shundoq da'voda bo'layotgan har bir ateist yoki gumonist. Asarning qurilmasi. Bu asar bir muqaddima, 4 qism va bir xotimadan tarkib topgan bo'lib, muqaddimadan boshlab xotimagacha bo'lgan har bir bo'lak ayrim-ayrim holda bablarga, cho'ng-kichik tarmoq temalarga ayrilgan. Muqaddima qismida aqida ilmidan iborat bu cho'ng sohaga kirishda zarur va oldin oydinlashtirilishga tegishli bo'lgan bir qator muhim temalarga yo'ritma berilgan. Uningda dinning insoniyat tarixida tutgan o'rni, dinning manbasi, insoniyatning dinga bo'lgan ehtiyoji va bu ehtiyojni o'tirg'a olib chiqqan omillar, din va aqida qatorliq hukmlarning islom aqida ilmidagi ma'nosi, islomda naql va aqlning munosabati, aqidaning shariat va axloq bilan bo'lgan munosabati, islom aqidasining manbasi hamda uning boshqa aqidalardan farqlanadigan xususiyat va alohidaliklari bayon qilindi. Shundaqla islom tarixida aqida ilmi sohasida mo'tvar sanalgan vakil xarakterlik asarlar tunishtiriladi. Muqaddimadan keyin ilohiyat masalalari so'zlanadi. Birinchi qism 3 bobni o'z ichiga oladi. Bu qismda mavjudlikdagi eng buyuk haqiqat bo'lgan yagona Allohning islomdagi obrazi, mavjudlik haqida tushunchalar, Allohni tunishning yo'li va ahamiyati, dalil isbot va uning turlari haqida tushuncha qatorliq mazmunlar bayon qilinadi. Allohning mavjudligiga doir dalillar alohidaligi va xarakteriga ko'ra aqliy va naqliy deb ikki cho'ng turga ayrilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi qismlar mushu kategoriya bo'yicha bo'lindi. Ikkinchi qism aqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, ikki bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda mavjudiyat dalili, ikkinchi bobda koinot dalili so'zlanadi. Uchinchi qism naqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, bu qism jam'iy 4 bobni o'z ichiga oladi.
Birinchi bobda yaratish dalili, ikkinchi bobda intizom dalili, uchinchi bobda maqsad g'oya dalili, to'rtinchi bobda fitrat dalili so'zlanadi. To'rtinchi qismida Allohning borligi haqidagi aqliy, naqliy va ilmiy asoslardan natijalangan buyuk haqiqatlardan biri bo'lgan uning yakkayeganaligi va uning dalillari so'zlanadi. Bu qism ikki bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda Allohning yakkayeganaligi, masalaning aqliy va naqliy asoslari so'zlansa, ikkinchi bobda islom aqidasining negizi va javhiri bo'lgan tavhid aqidasi bayon qilinadi. Xotima qismida asarda tadqiq qilingan va yuritilgan mazmunlarning umum xulosasi bayon qilinadi. Bu asar Sajiya Islom tadqiqot markazi tarafidan tadqiqot planiga kirgizilishi, shundaqla birodarim doktor Abdul Aziz rahmatullohning ilmiy jihatdan bevosita yetakchilik qilishi, tahrirlik xizmatini bir qo'lliq elib berishi hamda kerakli imkoniyat va ilmiy tadqiqot muhiti hozirlashga kuch chiqarish natijasida 4 yildan ortiq vaqt sarf qilinib bitib chiqdi. Kamina bu munosabat bilan doktor Abdul Azizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Allohdan doktor Abdul Aziz va oilasiga ikki dunyolik baxt saodat tilayman. Shuningdek, asarning xalqimiz bilan yuz ko'rishida o'zining har turli moddiy va ma'naviy himmatlarini aymagan qarindoshlarga qo'llab-quvvatlagan do'st yaranlarga tashakkurimni bildiraman. Jumladan, bu xizmatimda menga yaqindan yar yo'lakda bo'lgan, qo'llagan turmushimning har turli sinoq va qismatlarida men bilan sabdosh, taqdirdosh bo'lish bilan menga madad va ilhom bergan farzandlarimning onasiga rahmat aytaman. Allohdan bu amgikimni solih amallarim qatorida o'z dargohida maqbul qilishini, musulmon ummatga jumladan xalqimga manfaatlik va xayrli qilib berishini tilayman. Hurmat bilan Yar Muhammad Jaloliddin. Hijriya 1439-yili Shavvolning 1-kuni juma. Milodiya 2018-yili 15-iyun.